eng katta xattotlardan birini topishdi. Mana shu ekan hamma yo'g'ini qilayotgan dedi. Kelib qo'lini kesishdi. Muslimun uz barmoqlari kesildi. Nima qildi bu odam? Qo'lini kesgan joyini bir oz tuzalgandan keyin kelib, hech iloji yo'q endi xattotlarni qirib tashlagan. Xattot shogirdlarini chaqirib, bilasizlar, arab harfini yozadigan maxsus qalam bundoq qiytig'i bo'ladi, 30 gradus bo'ladi. Shunaqa qilib yozmasa harflar chiqmaydi. Haligi xattot kaftini mana shu joyini xuddi shunaqa 30 gradus qiyrida boshqatdan kestirdi. Va shuni tiqib yozishni o'rgatdi. Qonlari evaziga yana Qur'on saqlandi. Allohning va'dasi. Alloh mana shunday shijoatli, jasoratli, muhabbatli zotlar ila Qur'onni saqlaydi.